Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun bizda menda juda ham qiziqarli kun bo'ladi. Ertalab soat 11 da universitetda darsim bor edi, darsga bordim va har doim borib qaytishda men topografiya terrora degan bir Berlin muzeyidan o'taman. Xudo xohlasa bu haqida ham bir kun video qilaman. Germaniyada, Berlinda University of Europe'da o'qiyman, business management sohasida va bugun ertalab 11 da dars bor edi. Oh, my friends, what's up? I have a vlog. I'm making YouTube videos. Are you on live video? No, it's not live video, just the video itself. That's my friend. Good to see you. Yeah, good to see you. Are you going home? Yeah. Yeah. Ular shunaqa o'rtog'im bilan gaplashib qoldim. Ismi Ismoil. Nigeriyalik bola, lekin zo'r bola, yaxshi. Musulmon bola, eng qizig'i. Zo'r bola, gap yo'q. Darsda ham yaxshi chiqishamiz. Hozir gaplashib keldik. Yaxshi. Deyarli plus minus bir xil planlarimiz bor ekan. Bu ham biznesga qiziqadi. Men ham biznesga qiziqaman. Chunki biznes o'qiymiz va shunaqa masala. Bugun ertalab 11 da dars bor edi, Business English degan dars. O'sha darsga bordik, hozir chiqdik. Endi men hozir bu yoqqa kelib bu yoqdagi bir mashhur ko'chalardan bittasi Kochstrasse deman. O'sha yerdan men hozir poyezdga, metroga o'tirib uyga ketaman. Bu yoqda har xillar bor. O'tirmamda soldatlarga nom ham berilgan даже. O'sha yerda rasmiga tushib olganmiz. Bu juda mashhur joylar, juda ko'p muzeylar bor, ko'rayotganinglarda. Berlinda o'zi muzeylarning soni ekranda ko'rib turibsizlar, mashincha. No, bo'lmasa rayonni o'zi ham juda mashhur rayon, shunaqa. Xullas, o'rtoqlar tashqariga kech tushdi. Kech tushdi degani biz ketdi degani. Xullas o'rtoqlar, uzoq kutilgan joyga keldik. So'qatib, salqin tushibdi. Hoppana, hozir biz Mamnun ashadiysidan uchmoqchimiz. Aylantirib, hozir to'xtab qoldi, sekinlashib qoldi. Bo'lmasa chaqpalay qotuvdi. Keyin bunga bilmadim chiqamizmi yo'qmi. Xullas bo'ldi, biz parkga kirdik. Bolalar o'mani, bratanlar, ovqatlangani boramiz hozir. Hozir osh bosmoqchimiz, choyxona Berlinda. Betta mana siqqina oshni bosyapmiz hozir. Bolalar mantini bosadi. Gap yo'q. Mana yaqindan olish imkoni bo'ldi. Mashinaga uchamiz hozir. Men 2 yil, 3 yil oldin maksimum eng xavfli uchganim bu mamlakatni sal pastroqda uchganman bo'ldi-da. Mamlakatdan uchmaganman, birinchi marta bo'ladi. Bo'ldi, biz ovqatlanib oldik. Men kurtka kiymagandim, bolalar berib turishdi, almashtirib kiyganmiz. Sim oldik, siqqina choylarni ichib olib, endi maqsad sari olg'a. Hozir attraksionlarga. Xullas o'rtoqlar bu yerda Usmon, bu yerda Nurqavat, Said bilan Ilyos ham ikkalasi hozir ko'tarilishadi. Biz chiqdi deyishdi, biz ovqat yeganimizga uchalamiz qoldik. Birinchi uch olish kerak edi, keyin ovqat yeyish kerak. Ha, shunaqa qilish kerak edi. Bo'ldi, mana bolalar. Biz faqat shular vaqirotdi. Hozir ovqat chiqarasiz mana. Salik bo'ladi. Qo'ya ber. Oyoqlar qarab o'ylab ketadi. Kachadan chiqmasa bo'ldi. Krasovka chiqsa. Anqara. O'ynab qo'ygan. Xullas bo'ldi, hamma yoq yopildi, bolalar uchib olishdi. Video ham sekin o'zini qoyasiga yetyapti. Hamma ko'rganlarga rahmat. Shunaqa mini vlog bo'ldi bugun. Parkka kelib aylanib keldik. Shunaqa gaplar. Bo'pti, hammaga rahmat. Yana vlogga davom etadi. Xayr.